Nada yaxshimisiz? Ha, bo'lib Ha, shu tuflingizni keliningizga bersangiz, kir moshinaga top-toza qilib yuvib bersa bo'lmaydimi? hech qisi yo'q bolam. O'zimning qo'llarim bor. O'zim qilaman. Bir kamush shuni sassiq patingasini yurishim qoluvdi. Nima deding? Shu kir yuvish mashinasi buzilib qoladi deyman-da. Tuba, endi bir kam patinga yurishim qoluvdi. Alo. Otamdan so'rashi oyoq razmerlari necha ekan? Uf, o'zimga hamma ishimni qo'yaman, otangizdan borib oyoq razmerlarini so'rab kelmanmi shunda? Eng kattasini olavering, o'qishga bo'laveradi, farqi yo'q. Erkaklarga bir razmeri katta patinka topib bering. Bor. Mana bulardan bor. Chiroyli oyoq kiyimlarimiz bundan Bu bor. qancha turadi bu? Bu 350 ming so'm. Arzonroq yo'qmi? Endi doim o'zingiz sifatli, qimmatroq, yaxshi narsa olarsiz. Otamga olyapman. Yoshi bir joyga borib qolgan, bunaqa qimmat tufli kerak emas. Yoshi bir joyga borib qolgan, bunaqa qimmat tufli kerak emas. Aslida insonning yoshi katta bo'lgani sari qadrlanib boraveradi. Sizningcha ulg'aygan sari qadrsizlanib boraverar ekanda? Qadr bilan ishing bo'lmasin, uka. O'sha aytgan tuflimni topib ber.